Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu la yetenahevne an münkerin fealuh. Manhiyot, münkerat, ya'ni Alloh taoloning man qilgan ishlarini ko'rganingizda ularga to'xta deb aytish Alloh subhanahu va taoloning amridir bizlarga. Manhiyotga to'xta demagani uchun bir toifani Alloh taolo halok qilganini boyagi oyat karimada aytyapti. Kanu la yatanahavna an munkarin. Dinan man qilingan ishni qilayotgan kishiga to'xta, unaqa qilma deb aytmagani uchun insonlar halok bo'ldi. Bu videoni bizga kanalimizga, ya'ni bizga yuborishdi. Mana shu joyiga nima deysiz deb. Bu joyda hadis sharifni xato aytyapti domla. Ommaga qaratilgan xato fatvolar ommaga eshittirilgan holda tuzaltiladi. Agar bir kishining o'z oilasida o'ziga maxsus xatosi bo'lsa, u ommaga eshittirilmaydi. Oshkora aytilgan xato fatvolar oshkora tuzaltiladi. Ya'ni domla bu joyda aytyaptiki, 40 kun hech kimni muhokama qilma deyapti. Shunda senga hikmat beriladi deyapti. U unday emas. Bu hadis sharif 40 kun birovni muhokama qilma deb aytilmayapti. 40 kun ixlos bilan Alloh taologa ibodat qil deyapti. Man abadalloha yoki man axlasalloha 40 yawman tafajjarat min sadrihi ala lisanihi yanabi'al hikmata. Kim 40 kun ixlos bilan kechirsa, sodridan lisoniga hikmat pinorlari fishqirib chiqadi. Ya'ni bu joyda ixlos bilan 40 kun kechirsang, o'sha ixlosning ichiga va tavasav bil haqqi, haqni tavsiya qilish ham kiradi. O'sha ixlosning ichiga manhiyotga to'xta deb aytish, ya'ni Alloh taolo dinan man qilgan narsani ko'rganingda unga albatta o'sha zahoti to'xta, bu qilgan xatongni insonlarni ichida insonlarga bu xatong bilan ibrat bo'lyapsan, chunki sen domlasan deb aytish bilgan kishilarning vazifasidir. Innan nasa iza ra'ul munkara fala yughayyiruhu yushiku an ya'ummahumullohu bi'iqabihim. İnsanlar birovni qilgan xatosini ko'rgan paytda fala yughayyiruhu, unaqa qilmang, unaqa emas bu ish, to'g'risi mana bunaqa deb aytmasa, ularni umumiga balo yuboradi Alloh taolo deyapti hadisi sharifda. Biz hech kim istamaydi, ya'ni nafs istamaydi birovni xatosini aytib, keyin insonlar voy domla nega uni xatosini aytdingiz, axir biz o'sha kishini yaxshi ko'rardik-ku deydi. Ya'ni qo'y, meni boshimni og'ritma, birovni xatosini aytishni istamayman deydi hamma. Faqat Allohdan qo'rqishimiz kerak. Allohdan qo'rqishimiz kerak. Ba'zi domlalar biz tayyor taomlarni tark qiling. Restoranda nega ovqat yedingiz, aroq ichadigan restoranda domla deb aytganimiz uchun ism bermayapman hozir. Bizga raddiya qilishni boshlashibdi. Nima emish? Boshqa birovlarni muhokama qilmang. Yo'q, unaqa narsa yo'q dinimizda. Boshqalarning yashirin o'zlariga maxsus xatosini boshqalar bilan muhokama qilmaymiz. Yashirin gunohlari bo'lsa, yashirin o'ziga maxsus xatosi, uni o'ziga aytamiz. Lekin aholining ichida xato fatvo aytilsa, uni albatta oshkora isloh qilish, oshkora o'sha xato fatvoning to'g'risini aytish kerak. Mana bu joyda xato hadis sharifni xato ma'no berilgan hadis sharifga. Boshqalarni muhokama qilma. Ya'ni meni restoranda ovqat yeganimni, aroq sotilgan restoranda ovqat yeganimni sen o'rtaga chiqib hammaga aytma. Yo'q, siz restoranda men ovqat yedim, ey insonlar, aroq sotilgan restoranda ovqat yedim deb aytsangiz, butun insonlarga eshittirdingiz. Endi domla aroq sotilgan restoranda ovqat yeyapti, biz ham yeyveramiz. Faqat ichida aroq bo'lmasa bo'ldi deb ishonishadi insonlar.
Shuning uchun biz ey insonlar bu joyda domla xato qildi. Aroq sotiladigan joyda domla degani ovqat yemaydi. Bir, ikkinchisi domla degan tashqaridan hech ovqat yemaydi. Buni ustiga bu domlani shayx deyishyapti. Turkiyadagi bir katta shayxdan qo'l oldi degan video e'lon qilindi. Shayx degani katta avliyo degani. Katta avliyolar, ya'ni tariqat ahli, ya'ni taqvo ahli tashqaridagi shubhali ovqatni hech yemasligi kerak. Bular nima bilasizmi? Bular tasavvufning, tariqatning, taqvoning rukunlari. Ularni sekin asta sadaqal kazub, shayton nima qiladi? To'g'rilarni aytib turib, yolg'onchi o'zi, to'g'rilarni aytib turib sizni yomonlikka olib boradi. To'g'rilarni aytadi, birovni muhokama qilma, to'g'ri. Lekin bu joyda boshqa gap bor. Mana hozir domla birovni muhokama qilma deyapti. 40 kun Allohning hech bir bandasini muhokama qilma deydi. Aslida eng qiyini ham mana shu. Agar 40 kun chidab bersangiz, 40 kundan keyin qalbingizning ko'zi ochiladi va siz odamlar ko'ra olmayotgan hikmatlarni ko'ra oladigan bo'lasiz. Ammo 40 kun chidash o'ta og'ir. Mabodo 35 kun chidadingiz, 35 kun hech bir bandani muhokama qilmadingiz. 36-kuni agar adashib qo'ysangiz, yana boshdan boshlaysiz chillani. Lekin 40 kun muttasil hech bir bandani muhokama qilmasdan, boshqa odamlar bilan mashg'ul bo'lmasdan o'zingizni, nafsingizni tutsangiz, bilsangiz, 40 kundan keyin qalbingizni, ko'zni Alloh ochib qo'yadi va haqiqatlarni, hikmatlarni ko'ra oladigan bo'lasiz. Bu hadis sharif. Hadis sharifni xato qilib aytyapsiz hozir. Man axlasa lillahi, mana hozir hadis sharif matnini ham ko'rsataylik ekranga. Qarshingizda turibdi. Bu hadis sharif juda ham ko'p asarlarda kelgan. Abu Nuaymda kelgan, juda ko'p asarlarda kelgan. Hadis sharifni aslini o'qiymiz mana. Man zahada fid dunya 40 yawman. Kim dunyoda 40 kun zuhd. Qarang. Zuhd qilsa deyapti, muhokama qilmang demayapti. Domlani muhokama qilganimiz uchun domla kim 40 kun muhokama qilmasa deb hadis sharifni o'zgartirib yuboribsiz. Uni qilmangda, siz dinimizni qo'rishingiz kerak. Mana hadis sharifni asli. Man zahada fid dunya 40 yawman. Kim dunyoda zuhd qilsa, zuhd degan nima degani? Zuhd degani dunyoni tark qilish, haromlarni tark qilish, shubhalilarni tark qilish. Hammasi, ya'ni dunyoda zohid bo'lish. Vara sohibi bo'lish. Vara degani shubhalilarni tark qilish. Taqvo degani harom, Allohni rozi bo'lmaydigan hamma narsasini tark qilish. Muhokama qilmanglar demayapti. Halbuki Alloh subhanahu va taolo muru bil ma'ruf va nahau anil munkar deyapti. Ya'ni uxrijat linnas. Nima uchun biz ummati Muhammadni vasflaridan biri sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimizning o'zi ishi tabliğ edi va ummati Muhammad bilgan narsasini man ra'a munkaran, kim bir Allohning diniga muxolif bo'lgan narsani ko'rsa, qo'li bilan o'zgartirsin, lisoni bilan o'zgartirsin, qalbi bilan o'sha narsani o'zgartirsin. Ya'ni buni qilma deb o'sha narsani amr bil ma'ruf qilish, lison bilan to'xta deb aytish bo'ladi. Uni to'xta deb atrofida bo'lgan xato narsalar, din buzilayotgan bo'lsa, hadis shariflarni yolg'ondan o'z manfaatiga aylantirib, o'zini sha'nini saqlash uchun dinni buzilsa buzilaversin, meni sha'nim saqlanib qolsin deyotgan bo'lsa va hadis shariflarni o'zi istagan tarafga, masalan, mashinangizni haydar ekan, o'zingiz istagan tarafga burasiz-ku rolini, lekin dinni mashinasini, dinning rolini o'sha boshqa o'zingiz istagan tarafga burib ketavermasligingiz kerak. Mana o'sha hadis sharif, ey insonlar, dinimiz bizga, buni hamma biladi o'zi. Dinimiz bizga manhiyot deydi bunga, munkarot deydi bunga. Dinan man qilingan narsani ko'rgan paytingda to'xta, unaqa qilma deb aytmasang, unda seni duong qabul bo'lmay qoladi.
unda shunday Allohga oralaringizda deyapti. Biz birodarlarmiz, biz Allohga shukr, ahli sunnatmiz hammamiz. Hattoki tasavvuf ahli bo'lishga havas qilib, ba'zilarimiz men shayxman deb e'lon ham qilib yordik. Ya'ni o'sha shayxlarni yo'lidan ketyapmiz. Mana shunaqa din buzilsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadis shariflari xato tushuntirilsa, buni shunda ana balolar yog'ilib kelaveradi deyapti. Qoziyos hazratlarining Ash-Shifa bi ta'rif huququl Mustafosida ham aytyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rahmatan lil alamindir. Olamlarga rahmatdir. Payg'ambar o'sha qavmlarning ichida bo'lgani uchun ularga balo kelmadi. Payg'ambar vafot etganidan keyin sallallohu alayhi vasallam uning sunnatlari ihyo bo'lgani muddatcha yana aholiga balo kelmaydi. Xuddi o'zi hayotdagiday barakotga noil bo'lishadi. Lekin uning sunnatlari o'lsa deyapti. Aynan o'yla deyapti. Shunaqa deyapti. O'sha iborani ham sizni qarshingizga qo'ydik oldingi darslarimizda. Fantazirul balaa val fitana deyapti. Fitnalarni, balolarni kutaveringlar deyapti. Payg'ambarimizni sallallohu alayhi vasallam hadis sharifini o'zimizni manfaatimizga aylantirib o'girib olsak, bir-birimizga haqni tavsiya qilish, achchiq haqiqatni bir-birimizga tavsiya qilish degan narsani yo'q qilib tashlasak, unda Allohning balosidan qo'rqishimiz kerak. Inna batisha robbika lashadid. Allohning balosi shiddatlidir. Mana qarang o'sha hadis sharif. Mana o'sha hadis sharif. Man zahada fid dunya 40 yawman. Kim dunyoda 40 kun zuhd bilan kechirsa va akhlasa fiha lillahi, o'sha 40 kunning ichida Alloh uchun ixlosli bo'lsa, akhraja lillahi ala lisanihi akhraja lillahi ala lisanihi yanabi'al hikmata min qalbihi. Bu hadis sharifni boshqa bir iboralari ham bor. Alloh taolo qalbidan lisoniga hikmat daryolarini fishqirtirib chiqarib yoradi. Man akhlasa lillahi 40 sabahan zaharat yanabi'al hikmata min qalbihi deyapti bu joyda ham. Ya'ni qarang, juda ko'p olimlar farqli kalimalar bilan mana shu hadis sharifni o'z asarlarida keltirgan ekan. 40 kun ixlos bilan kechirsa. Mana bu joyda esa man istaghdaba falam yaghdub fa innama huwa himar deyapti. Hadis sharif deyapti buni ham. Ya'ni din buzilgan joyda masalan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima qilayotgan edi? O'ziga, nafsiga birovlar haqorat qilganida indamayotgan edi. Lekin diniga haqorat boshlanganida, din ozgina buzilgan paytida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'azablanib, o'sha joyda to'xta, unaqa emas, mana bunaqa deyotgan edi va ozgina bo'lsa ham dinni o'zgarishiga, dinga ta'viz berilishiga, din binosini ozgina zarra qadar buzilishiga rozi bo'lmayotgan edi. Biz ham shunday bo'lishimiz kerak. Bilasizmi? Masalan, bizni arabcha boshqa mujodalalarimiz bor. O'sha joyda masalan Urdunda yoki Arabistonda yoki masalan turkcha mujodalamizda mashhur ahli sunnat domlasi masalan tashqaridan xotiningiz bilan yeyveringlar mubohdir degan fatvo aytyapti masalan. Ko'p shunaqasi, arablarda ham ko'p. Hozir dunyoda ko'payib ketgan o'sha shunaqalar. Keyin biz o'sha mashhur domla shunaqa dedi, unaqa demang deb eshittirganimiz uchun kanalimizdan 5000 kishi ayrilib chiqib ketyapti. Lekin biz to'xtamayapmiz. Tushunyapsizmi? Bizga insonlarni, hani ba'zi kishilar aytayaptiki, bunaqa e'tirozlar bildirsangiz, raddiyalar so'ylasangiz, kanalingiz juda mashhur bo'lib ketadi. Shuning uchun gapiryapsiz, tushunaman deyapti. Yo'q, unaqa emas. Unaqa emas-da. Mana o'zingiz o'ylang, siz qarindoshlaringizni ichida, "Ey falonchi, nega qizingni boshi ochiq yuribdi, kiydir qizingni" deb juda mashhur kishilarga ayta olasizmi? Yo'q, aytsangiz, o'sha mashhur kishining shuhratiga topinib, sig'inib yurganlar sizga dushman bo'lib qoladi. Haqiqatni aytishdan siz ham qochasiz. Xuddi shunga o'xshab, mashhur O'zbekistondagi mashhur domlalarimizga unaqa emas, mana bunaqa deb haqiqatni aytgan paytimizda
insonlar bizga ko'p kishi bekor qilyapsizda deyapti. Nega? Chunki nafslar kufr bir millat bo'lgani kabi fosiqlar ham bir millat. Bir millat degan nima degani? Hammasi bir xil. Faqat juda ham sodiq kishilar voy Allohga shukr, haqiqat o'rtaga chiqdi deb haqiqatga sevinishadi. Haqiqat uchun sevinishadi. Tushunyapsizmi? Mana bu hadis sharifni bilib oldik. Bandasini muhokama qilma emas ekan. Birovni tavba qilgan gunohini, yana hadis sharif shunaqa deyapti. Birovni tavba qilgan gunohini, masalan, bir qiz boshi ochiq yurar edi oldin yoki masalan aytaylik sigaret chekib yurar edi bir o'rtog'ingiz, lekin tavba qildi. Endi o'shani tavba qilgan gunohini, voy endi avliyo bo'lib qoldingmi? Sen ham sigaret ichib yurarding-ku, shunga o'xshash. Voy sen kim bo'psan? Kechagina sigaret ichib yurgan eding. Shunga o'xshash yoki kechagina boshing ochiq yurgan edi. Shunga o'xshash gaplarni aytib, kecha qilgan gunohini, lekin keyin tavba qilgan gunohini aytsang, ana shunda o'sha gunoh ishni sen ishlamasdan o'lmaysan deyapti hadis sharifda. Ey musulmonlar, iltimos, biz ahli sunnat domlalarini ko'rsak sevinamiz. Allohga shukr, O'zbekistondagi ahli sunnat domlalarimizning oyoqlariga tosh tegmasin. O'zbekistonimizdagi ahli sunnat domlalari soxta shayx, soxta murid bo'lmasinlar. Haqiqiy shayx bo'lsinlar, haqiqiy olim bo'lsinlar. Masalan, Avrod Bahoiyani har kuni 25 marta o'qisangiz, 50 kunda 500 dafo o'qib qo'yasiz. Buni kimga aytyapmiz? Butun domlalarimizga, ahli sunnat domlalarimizga, shayx bo'lishga havas qilayotgan, avliyo bo'lishga havas qilayotgan domlalarga aytyapmiz. Avliyo bo'lish yaxshi, lekin avvalo murid bo'lishimiz kerak. Masalan, tashqaridan, restoranlardan ovqat yemasligingiz kerak, domlalar. Biz samimiyatimizni o'rtaga qo'yib aytyapmiz bu gapni. Oxir zamonda juda ozayib ketadigan narsa deyapti. Halol dirham, halol pul va ishoniladigan sodiq do'st oxir zamonda ozayib ketadi deyapti. Mana sadoqat, laganbardorlikni hamma qila oladi. Hammaga shayton laganbardorlikni o'rgatadi. Hamma laganbardorlikni qoyil maqom bajarishadi. Maddohlik, maqtash, voy mana bunaqa domlasiz deb maqtash, buni ham hamma bajaradi. Lekin bizni vazifamiz O'zbekistonimizdagi domlalar haqiqiy Naqshbandiy hazratlarining muridi bo'lsinlar avvalo. Ana undan keyin Ahmad Yassaviy hazratlari aytdi, soxta shayxlar keladi oxir zamonda, fitnalari dajjol fitnasidan battardir. Sen meni bezor qilding, endi sendan Xudo bezor deb aytadi muridlariga. Ulardan pul talab qiladi, pul ta'ma qiladi deb aytayapti. Ularga tobe bo'lganlar ham murdordir deyapti. Faqirnomada yozyapti Ahmad Yassaviy hazratlari. Avvalo haqiqiy murid bo'lishni o'rganishimiz kerak. Masalan, bizga ustozlarimiz har doim aytadi, bir hafta, 40 kun aholini orasiga chiqmang, zikr bilan mashg'ul bo'ling deydi. Aholini hamma dunyoni unuting, Alloh bilan siz qoling, zikr qiling deydi. Biz ham o'shalarni aytganiga tobemiz. Shunaqa deb maslahat bergan, biz shunga tobemiz. Allohga shukr. Dunyoni hammasini unutib, Alloh bilan birga qolib, agar imkoningiz bo'lsa, tashqarida ishlamaydigan bo'lsangiz, chilaxona deb domlalar oldindan aytishganmi o'zi? Chilaxonaga kiringlar deganni yoki biz domlalar chilaxonaga kiringlar deganimiz uchun chiqdimi bunaqa gapinglar, domlajonlar? Biz O'zbekiston hozir aytayapti-ku, mana 40 kun muhokama qilmasang chilaxonaga kirgan bo'lasan. Meni muhokama qilma deb aytayotgan bo'lsangiz, yo'q, biz muhokama qilamiz. Chunki dinimiz shunga amr qilyapti bizga. Masalan, G'azzoliy hazratlarida bir hadis sharif kelyapti. O'zi O'zbekistonimizdagi balolar daf bo'lishini istayapsizmi? Balolar daf bo'lishini istayotgan bo'lsangiz, unutilgan hadis shariflarni ihyo mujodalasiga boshladik. Tushundingizmi? Unutilgan hadis shariflarni ihyo mujodalasiga boshladik. Allohu akbar. Lillahil hamd. Mana bu kanalda chiqibdi bu anaqa video. Mana bu joyda ham bizga yuborishdi bu videolarni.
sizni aytganingizga raddiya qilibdi deyishdi. Biz aytgan edik, tashqaridan taom yemang deganimizda, domla nega tashqaridan taom yedingiz? Aroq ichilgan restoranda xotinim bilan taom yedim deb aytdingiz. Axir domlalarga mana shayxman deyapsiz. Avliyolarga tashqaridan yeyish mumkin emas. Shubhali narsani yeyish mumkin emas. Dinimizda aroq sotilgan joydan suv ham sotib ola olmaysiz. Masalan, Madina ahli sunnat olimlari, Turkiyadagi ahli sunnat olimlari, masalan, Turkiyada yoki boshqa shaharlarda Migros degan anaqa bor, olish sotish markazlari. Ana shu joylardan suv ham sotib olish man qilingan. Nega? Yoki bir arzimas bir stakan ham sotib ola olmaysiz. Nega? Chunki u joyni sohiblari o'sha magazinida aroq sotyapti. Aroq sotgan kishiga dastak berish, undan bir narsa sotib olish harom degan olimlar ham bor. Ya'ni man qilingan. Man dinimni saqlayman degan kishi mu'min biladi. Mashhur fatvo bu. Hamma bunga rioyat qiladi, mu'minlarni hammalari. O'sha joydan sotib olishmaydi. Sotib olishsa istig'for chekishadi. Ya'ni bu fatvo bilingan fatvo. Endi uni O'zbekistondagi eng katta domla buzsa, mana bu halokat, bu falokat. Xo'p, endi biz nima dedik? Tashqaridan yemang, tashqaridan shubhalini yemang deb hayqirdik va bu gaplarimiz domlalarning qulog'iga borgani uchun domlalar bizga raddiya aytishibdi. Yana aholiga din buzilsa buzilsin, lekin meni shuhratim buzilmasin degan g'oya bilan ba'zi izohlar aytilishidan qo'rqyapmiz. Ana shunaqa g'oya bilan aytishingizdan qo'rqqanimiz uchun biz ham yo'q deyapmiz. Mayli bizni shuhratimizga insonlar nima desa desin, lekin din buzilmasin deyapmiz. Bizga endi yana insonlar haqoratlarni boshlashadi. Agar faqat duo yoyinlasak, faqat duolar yoki chiroyli qissalar aytsak, insonlar rahmat deyishyapti. Lekin qachon raddiyaga boshlasak, insonlar voy kerak emas edi-da, shu bekor qilibsiz-da deb yumshoqlari bu. Qattiq haqoratlar kelyapti bizga. Allohu akbar va lillahil hamd. Mana bu joyda domla, avvalo domlaga duo qilamiz. Chunki ahli sunnat domlasi ilmi bor. Shayxlikka havas qilib shayxman deb e'lon etibdi o'zini. Undan oldin bizga kommentariyalarda bu domla o'zini shayx deb e'lon qildi deganda ishonmagan edik. Ko'zimiz bilan ko'rdik. O'sha videoni ham e'lon qildik. Domla shayxlik oldi, birovdan qo'l oldi. Yo'q, unaqa shayxlik unaqa bo'lmaydi. Shayxlik avvalo taqvosi bilan isbot qilinadi. Karomatlari zohir bo'ladi o'sha kishining. Taqvosizligi zohir bo'lib yotgan bir kishi o'zini shayxman deb yorsa, uni orqasidan sen shayxsan deb unga tobe bo'lganlar qalbi vijdonsiz, vijdoni o'lib qolgan kishilardir deyapti Imom Rabboniy hazratlari. Haqiqiy avliyo bilan soxta avliyoni ayira olmaydiganlar bu qalbi maraz, vijdoni o'lgan kishilardir deyapti. Biz qalbi maraz, vijdoni o'lgan bo'laylikmi, domlajon? Mana hozir bu yerda nima deyapti bu domla? Biz domlaga qaytadan aytyapman, ahli sunnat bo'lgani uchun, tasavvuf ahlini, tariqat ahlini haq deb bilgani uchun domladan Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin domladan. Domlani xatolarini Alloh tuzatsin. Hammamiz xatokormiz. Hammamiz mana shu oxir zamon bo'lgani uchun shunaqa xatokor insonlarmizki, lekin nima qilamiz endi? Bir-birimizni tuzaltamizda. Boshqa qutulish chorasi yo'qki. An-najatu fis-sidq. Boshqa qutulish chorasi yo'qki. Mana bu joyda domla aytayapti. Bu javobni faqat O'zbekistondan kutayotgan edik o'zi bu javobni. Boshqa mamlakatlarda bu javobni katta olimlardan ko'p eshitdik-da biz. Biz o'zi 20 sanadir bu urush, janjal, bu tortishmalarning ichida bo'lganimiz uchun zaharga qarshi panzehir deydi. Nima deydi o'zbekchada? Zaharga qarshi panzehir deyishadi. O'zbekchada nima deydi bilmayman. Ya'ni ilon chaqqanida unga xullas qarshi hamlalarimiz tayyorda o'zi. Ya'ni shayton qaysi so'zni aytib, qaysi diniy hukmni buzayotganini qattiq yaxshi tanib qoldik, Allohga shukr. Masalan, buni
Arabistondagi domlalar ham aytishdi, arab domlalar, Urdundagi domlalar ham aytishdi bizni mujodalamizda. Turkiyadagi domlalar ham aytishdi. Nima deyishyapti bilasizmi? Buni ilk dafo eshitmayapmizki, ko'p eshitdik buni. Nega tashqaridan yeyapsan degan paytimizda biz chiroyli anaqa duolarni o'qib deyapti. O'sha joydagi zaharni, yomonliklarni, qasvat, zulumotni hammasini yo'q qilyapmiz deyapti. Hattoki Salohiddin Sirojiddin ibn Mavlana hazratlari bor-ku, o'shdagi Murshidi Komil hazratlari, o'shaning ta'lim bergan duosi bor. Uning bir muridi bor. Keyin u ham Murshidi Komil o'laroq e'lon qilingan, bilingan. Ularni ham jamoati bor. Abul Faruq Hilmi Tunahan Silistraviy qaddasallohu sirrahul aziz. O'sha zotga tobe bo'lgan jamoatda Salohiddin ibn Mavlana, Sirojiddin ibn Mavlana hazratlarining duosi bor, ta'lim bergan duosi. Biz deyapti taom duosi. Ana shu duoni o'qib deyapti, ichida cho'chqaning yunidan qilingan modda, sistein moddasi bo'lgan nondagi zulumotni ketkazib yuboryapmiz deyapti. Voy shu karomat deb o'ylagan narsasiga qarang, shaytonga qanchalar masxara bo'lishyapti. Axir u duo albatta, hatto istasangiz u duoni inshaallohul karim poylashamiz sizlar bilan. Nima degani? Joylaymiz mana shu kanalimizga. Alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alna minal muslimin. Alhamdulillahi robbil alamin vassalatu vassalam ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain va afanna deb boshlangan uzun bir duo, bir sahifa keladi. Lekin o'sha duoni har kuni o'qib yursangiz, haqiqatdan juda kuchli duo, oilangizda barakat bo'ladi, taomdan hosil bo'lgan zarar ketadi. Ana endi hozir fitna boshlanadi. Fitna deganimiz shaytonni bir hiylasi boshlanadi hozir. Hozir mana eshitasiz domladan ham. Ular aytishyaptiki, avvalo yaxshilab bilib oling, ular aytishyaptiki, biz deyapti mana shunaqa kuchli rivoyatlarni aytishyapti. Ibn Mas'ud hazratlar bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi va la fis sama va huwas samiul alim duosini o'qigan edi deyapti. Bu duo hattoki Avrod Bahoiyada ham kechadi, Imom Rabboniy hazratlarining kitobida ham keladi bu duo. O'sha duoni taomga o'qisangiz, uning zulumoti kesiladi, uning zarari sizga kesiladi deyapti. Bo'ldi deyapti endi domlalar. Biz deyapti tashqaridan yeymiz, mana shu duoni o'qib yoramiz deyapti. Ha, bu duo bor. Sadaqal kazub. Shayton har doim to'g'rini o'rtaga qo'yib turib, seni yo'ldan uradigan zamonda yashayapmiz hozir. To'g'ri, shunaqa duo bor. Lekin bu duo bilan sen tashqaridan tayyor taomlarni yeyverasan deganimi shunda? Bo'ldi, unda aroq ham ichaveringlar, cho'chqani go'shtini ham borib yeyveringlar. Qayerda to'xtaysiz? Sizni nafsingiz qayerda to'xtaydi shunda? Bütün duolar, bütün arabcha ilmlar sizni qo'lingizda bor. Istasangiz cho'chqani go'shtini ham yeyvoring, yeng unda. Shubhali narsani tark qil degan hadis sharif yo'qmi unda? Qani savol sizga? Qani sizga savol? Mana domlalar aytayapti. Nega tashqaridan taom yeysiz degan gapimiz domlaning qulog'iga borgani uchun mana yangi anaqasi bu, yangi chiqqan videosi bizga raddiya. Tashqaridan yeymiz chunki bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi va la fis sama duosini o'qib uflaymiz. Bo'ldi deyapti. Kim haqli endi? Biz aytayapmiz tashqaridan yemang deyapmiz. Domlalar aytayapti, bu faqat O'zbekistondagi domlalarga tekkan kasallik emas. Bu butun Arabistonda ham eshitdik buni mujodalamizda. Hali hozirda ana shunaqa domlalar bor. Arabistonda ham, Urdunda ham, Turkiyada ham bor. Turkiyadagi talabalarimiz, mujodala bergan domlalarimiz aytishyapti bu gaplarni. Xato nima? Xato qayerda? Qani o'ylab ko'ring. Hozir eshitasiz domlaning gapini. Imom Azam rahimahulloh Ja'far Sodiq hazratlariga murid bo'lganlar. Ana shu zot aytayapti, agar deyapti huzuringizga kechirasizlar, men buni to'xtatib turdim. Ana shu Imom Azam rahimahulloh aytayapti, Ja'far Sodiq hazratlariga murid bo'lgan, tasavvuf ahli bo'lgan.
ana shu 2 sanam bo'lmasaydi men halok bo'lardim deyapti. Halbuki Imom Azam rahimahulloh bir savolni javobini topolmagan paytida Alloh subhanahu va taologa tasbih namozi qilar edi, hojat namozi qilar edi, Alloh taolodan javob kutar edi. Tashqarida insonlar javobini kutib turar edi. Alloh taolodan ilhom yo'li bilan javob kelgan paytida Imom Azam rahimahulloh javob keldi deb xabar berar edi. Tashqaridagilar Allohu akbar deb sevinishar edi. Ya'ni ana shunaqa ilhomi kesilmagan bir Imom Azam rahimahulloh ham men tasavvuf ahli bo'lmasaydim, Ja'far Sodiq hazratlariga murid bo'lmasaydim, halok bo'lar edim deb aytibdi. Imom Azam rahimahulloh ham o'zini murshidi komil shayx deb e'lon qilmadi. O'zini murid bo'ldim, ana shuning uchun najot topdim deyapti. Endi kunimizdagi ammo Imom Azam rahimahulloh qanaqa taqvosi bor edi bilasiz? Vara sohibi edi, shubhalardan saqlanar edi. Bir qo'y o'lib qoldi deganida qarang. Yo'q, bir qo'yni birov o'g'irlabdi deganini eshitib, o'sha shahardan ya'ni 15 yilgacha qo'y go'shti sotib olmadi. O'sha shahardan emas, hech qayerdan 15 yilgacha qo'y go'shti sotib olmadi. Nega desang, chunki deyapti, o'sha o'g'irlangan qo'yni go'shtini sotib olish qassobga taslim qilgan bo'lsa, qassobdan o'g'irlangan qo'yni go'shtini sotib olaman deb qo'rqdi. O'g'irlagan odamga gunohi, sen borib o'zingni halol puling bilan sotib olasan, lekin shuni zulmotidan ham qo'rqdi. Yoki Ibrohim bin Atam hazratlari bog'larga borib, tog'larga borib o'tin to'playotganida 2 dirhamga sotayotgan edi. Sotishdan oldin yig'layotgan edi insonlarga. Ey insonlar, pulingiz halol bo'lsa sotib oling. Men butun mol dunyoni tark qilib kelgan odamman. Harom pulga bu o'tinimni sotishni istamayman deb yig'ladi. Shubhadan toza, halol bo'lsa pulingiz ana shuni bering dedi. 2 dirhamga o'tin sotdi, 1 dirhamini sadaqa qildi, 1 dirhamiga bir non sotib oldi. Ana ular shunaqa edi. Hatto Sahl Tustari hazratlari 15 kunda bir iftor qilar edi. Bo'ldi. Shunaqa yashar edi. Ramazon sharif boshlaganida 1 oy iftorda faqat suv ichar edi. Tasavvufiy kitoblarda bu yozilyapti. Hilyatul Avliyo va soira boshqa tasavvufiy kitoblarga qarasangiz, Risola-i Qushayri va soira. Ana shunaqa deyapti. Ular shunaqa zotlar edi. Ular shayxlikka havas qilyapsiz-ku domlalar. Ana biz ham sizni shayx bo'lishingizni istaymiz, lekin bunaqa soxta shayx bo'lishingizni, tashqaridan yeb qo'yib endi uni ilm bilan yopish uchun makr hiylalar qilishingizni istamaymiz-da. Biz toza tasavvuf gullari ochilib tursin O'zbekistonda deymiz. Arsh ologa hidlari chiqib turadigan tasavvuf gullari ochilib tursin. Haqiqiy tasavvuf gullariki to qiyomat O'zbekistonimiz sayqali ruyi zamin bo'lib tursin. To'g'rimi? La havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim. Ana shunaqa Imom Azam rahimahulloh Ja'far Sodiq hazratlari o'ziga so'radi Imom Azam rahimahullohga. Aql nima dedi? Aqli maotni so'radi. Shunda zarar bilan foydani tamyiz, farq, tafriq bir-biridan ayira bilish deganida, yo'q, uni hayvonlar ham biladi. O'ziga yem bergan, o'zini urganni farqini biladi dedi. Unda nima aql, ey murshidi komilim deganida Ja'far Sodiq hazratlari qaddasallohu sirrahul aziz, aql dedi, eng aham, eng alzam, avlo, eng a'lo, eng yaxshisi va to'g'ri ish bor va eng yaxshisi bor. Ana shu ikkisini orasini ajrata bilish dedi. Yaxshi ish bor, eng yaxshisi bor. Avloni tark, payg'ambarlarni xato qilmadi, faqat avloni tark qilgan joylari bo'lib qoldi ba'zan deyilgan ifodalarni ham bilasiz. Bunday qilsa ham bo'ladi, lekin a'losi bor, avlosi bor, eng yaxshisi bor, eng mukammali bor. Ana shu ikkisini orasini ajrata bilish dedi. Qani sizga farosatingizga savol. Mana domlalar aytayaptiki, rivoyat to'g'ri. Ibn Mas'ud hazratlaridan yoki shu juda ko'p olimlar bu
Hozir domlani aytadigan rivoyatini juda ko'p kitoblar, Imom Rabboniyda ham kelyapti bu rivoyat. Hatto bu anaqani hozir bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi va la fis samai va huwas samiul alim duosini o'qib uflasang ovqatni bo'ldi yeyverasan, shubhalimi boshqami qaramasdan yeyverasan deyapti. Domla shunaqa deyapti. Biz ham shunaqa qildik deyapti. Yo'q, unaqa qila olmaysiz. Unaqa tashqaridan yeya olmaysiz deyapmiz biz. Ana shu bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi va la fis samai va huwas samiul alim duosini Naqshbandiy hazratlari o'zining avrodi bahoiyasida zikr qilib keltiryapti. Mana bu duoning xodimiy sharhi, avrodi bahoiyaning sharhida aytilyaptiki, bu duoni insonlarga o'rgatgan zot o'zi falj bo'lib qoldi. Shunda hamma unga sen ham falj bo'lding-ku, holbuki bizga hech qanaqa zarar kelmaydi shu duoni o'qisang deb aytgan eding. O'zing qanday falj bo'lib qolding deb qaragan paytida o'sha zot aytayapti, men bu duoni o'rganishdan oldin falj bo'lib qoldim. Yoki men bu duoni bilgan edim, o'sha kuni o'qimagan edim, keyin falj bo'lib qoldim. Nega menga unaqa qarayapsan? Holbuki bu duoni ta'siri boqiydir qiyomatgacha degan ma'noda ifoda izoh etyapti. Ya'ni siz aytayotgan bu duoni juda ko'p kitoblarda haqiqatdan ta'siri boqiy, haqiqatdan zarardan yegan taomingni emas faqatgina butun zararlardan Alloh taolo seni saqlashini aytayapti. Hattoki ertalab o'qigan kishi kechgacha, kechqurun o'qigan kishi ertalabgacha zarar ko'rmaydi. Hech qanaqa balo, shol, ya'ni nima deb falj bo'lib qolmaydi. Bu duoni o'qigan kishi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi va la fis samaa va huwas samiul alim. Hada min indillahi bismillahirrohmanirrohim deb taomni yesang, o'sha taomdan senga zarar bo'lmaydi deyapti. Bu to'g'ri, lekin o'sha joyga shayton kufrni gizlab qo'yapti, yashirib qo'yapti o'sha joyga shayton. Mana toping, qanday tashqaridan istagan narsangizni yeb ketaverar ekansizda unda. Shubhali taomni tark qilinglar degan hadis sharifni o'chirib tashlaymizmi? Aytinglar. Ey payg'ambarim, sen o'sha joyda adashibsan, shubhalini yemanglar degan hadisi sharifingni bilan biz amal qilmaymiz. Chunki biz bismillahillazi la yadurru duosi bor. O'shani aytib yurib, istagan narsamizni yeyveramiz deymizmi? Unda to'g'risi nima? Mana hozir qarshimizda bir domla bor. Alloh taolo umrini uzun qilsin, o'zini va bolalarini haqiqiy avliyoullohdan qilsin, oilasini qiyomatga qadar keladigan naslarini haqiqiy avliyoullohdan qilsin, shubhali g'idolarni aslo yemaydigan avliyoullohdan qilsin. Bizni kichkina bolalarimiz ham tashqaridan yemas ekan, hayo bersin Alloh taolo o'ziga ham, bolalariga ham, qiyomatgacha nasllariga ham. Kichkina bola tashqaridan hech narsa yemasa, men nega tashqaridan yeyapman desin butun domlalarimiz. Axir taqvo tahlikada turibdi. Taqvoni hammamiz qutqarishimiz kerak. Hammamiz, bir kishining ishi emas bu. Hammamiz taqvoni qutqarishimiz kerak. Astagfirulloh. Mana domlani eshitdinglar bo'lmasa. Qo'yilganda deyapti. Qayerda? Videoni boshida sizni huzuringizga bir taom qo'yilgan paytda deyapti. Qayerda ovqatlanishingizdan qat'iy nazar, uyingizdami, ko'chadami, to'ydami, ma'raka marosimdami? İstagan joyingizda ovqatlanaverasiz. Uyingizdami, ko'chadami, oldingizga taom qo'yilgan paytda o'sha duoni o'qing, bo'ldi, yeyvering. Shubhalimi endi u shubhali-ku, lekin o'sha duoni o'qing, yeng. Biz bugungacha sizga payg'ambarimizning sollallohu alayhi vasallam shubhalini yemang degan hadis sharifi bor, yemang degan gaplarimiz bor edi, lekin domla chiqdi o'rtaga, shubhalini yeyverasiz. Mana bu duoni o'qisangiz bo'ldi deyapti. Qanday isbot qilamiz endi uni domlaga, bilasizmi? Alhamdulillah, bizga ma'lum. Qachon huzuringizga ovqat qo'yilganda, o'sha ovqatdan bir yomonlik sizga kelmasligi uchun bo'lishi mumkin, aynib qolgan ovqat bo'lishi mumkin. Xudo saqlasin, zahar bo'lishi mumkin masalan, yoki sizga yoqmaydigan, allergiya beradigan narsa bo'lishi mumkin, bilmaysiz-ku. Eng yaxshi usuli Abdullah ibn Mas'ud buni tavsiya qilgan ekanlar. O'sha taomdan oldin mana shu duoni ayting deyaptilar. Bismillahi khayril asma'i fil ardi va fis sama'i la yadurru ma'asmihi da
Allohumma ij'al fihi barakatan va afiyatan va shifa. 4 qatorgina. Bismillahi khairul asma'i. Allohning ismi bilan ismlarning eng yaxshisidir u. Fil ardi va fis samai. Yer yuzida bo'lsin, osmonda bo'lsin. La yadurru ma'asmihi da'un. Allohning ismi bilan keyin hech qanday dard sizga zarar bera olmaydi. Allohim bu taomda menga baraka, ofiya va shifo ber degan duo. Mana shu duoni yodlab olishimiz kerak ekan. Har qachon huzuringizga taom qo'yilganda deyapti. Ana shunday boshlangan edi bu duo. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi va la fis samai. Bu duoni har xil ma'nosi shu, faqat har xil farqli lafzlar, ya'ni farqli so'zlar bilan kelgan boshqa rivoyatlari ham bor. Hozir domla bir boshqa rivoyatini aytdi, faqat u joyda la yadurru ma'asmihi, u Allohning ismi bilan degani deyapti. Avrod Bahoiyani sharhi Homidiyda aytayapti. La yadurru ma'asmihi degani Allohning ismi bilan zarar bermaydi deb tarjima qilinadi. Faqat uni ma'nosi Allohning ismini zikr qilsak zarar bermaydi degani deyapti. La yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi va la fis sama. Samoda ham yerda ham uning ismi bilan hech narsa zarar qilmaydi degani, uning ismini zikr qilsak hech narsa samoda va yerda zarar bermaydi degani deyapti. Domla ana shu duoni bir boshqa shaklini aytdi hozir. Faqat u joyda ana shu taom senga zarar bermaydi. Nega? Chunki la yadurru, zarar bermaydi degan duoni ichida so'z bor edi. Endi javob nima? O'zi savolni tushundingizmi? Domlaning so'zini boshidan oxirigacha eshitdingiz. Savolni tushundingizmi? Demakki, domlaning so'ziga qaraganda, qayerga borsangiz ham, tashqarida, restoranlarda, ziyofatlarda kim nima ovqat bersa bersin, bo'ldi, mana shu domlaning aytgan duosi yoki biz aytayotgan duoni aytib yuborasizda, yeyverasiz degan xulosa chiqyapti domlaning aytishiga qaraganda. Buni javobi nima? Eng to'g'risi nima? Bu joyga shayton nimani yashiryapti? Bu joyga shayton gunohni yashirmadi. Yengil bir gunohni yashirmadi. Bu joyga shayton kattakon gunohi kabirani ham yashirmayapti. Bu joyga kufrni yashiryapti. Kufr. Ayting menga, haromga basmala chekib yuborgan odam kofir bo'ladimi, bo'lmaydimi? Kofir bo'ladi. Buni fiqhiy kitoblardan qidirib ko'ring. Uning ko'rishlari, fikr ifodalari bu joyda aytayaptiki, haromga Bismillahirrohmanirrohim deyish, u harom li aynihi, ya'ni zoti harom esa, dalili qat'iy bilan bilingan bir harom esa, masalan cho'chqaning sistein degan, ya'ni cho'chqaning yunidan olingan sistein degan modda bor, yoki o'sha joyda sharob bor, bilingan bir harom bor o'sha joyda, bilib turibsiz. Mana sotuvchi o'zi aytibdi, bu joyda sharob sotiladi debdi. Bilingan bir harom bor o'sha joyda. Haromni tahlikasi bor, bilyapsizmi? Yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Haromni o'zini sharob deb seni oldinga qo'ymadi, balki o'sha seni ovqatingga harom tomchilab ketgan bo'lishi mumkin. O'sha sharob pishgan qozonda seni ovqatingni pishirgan bo'lishi mumkin. Sharob qo'yilgan taomni seni taomingga aralashib ketgan bo'lishi mumkin. Bilmaysan. Bir, ikkinchisi, sharob sotayotgan joyga kirib ovqat yegan paytingda o'sha joyni sohibiga dastak berishingni o'zi din man qilyapti. Harom bo'lish ehtimollari ko'p bu joyda. Ana shu aniq harom bo'lgan narsaga Bismillahirrohmanirrohim hech narsa qilmaydi. Qarang, hech narsa bo'lmaydi. Bu joyda bir istihfaf deyapti, ya'ni xafifga olish bor bo'lsa kufrdir deyapti. Mana qarshingizda iboralar turibdi. Va shurbul xamri va aklil mag'sub val masruq, g'asb qilingan, o'g'irlab olingan narsalarga, zinoga o'xshash, shunga o'xshash harom narsalarni bajarishdan oldin, harom narsalarni yeyishdan oldin
Bismillahirrohmanirrohim deb aytib yuborsa kufr bo'ladi. Inna istahalla zalika inda fi'lil ma'siyati kafara va illa la. Ana aytyapti. Xo'p, istihfof bo'lsa, vajhi kana ala vajhil istihfof, xafifga olish, harom narsaga halol deyish, hech narsa qilmaydi deyish, fayakfur eydon, bunda ham kufrga tushib qoladi. Kufrga tushib qoladi degan nima degani? Iymoni ketib qoladi degani. Bu oxir zamonda uydan musulmon bo'lib chiqadi, kechqurun kofir bo'lib qaytib keladi. Hadis shariflar buni bizga xabar beryapti. Nega Naqshbandiy hazratlari oxir zamonda soxta shayxlar keladi, fitnalari dajjol fitnasidan battardir, o'zlari kofir durur, muridlari murdor durur deyapti. Ana oching faqirnomani o'qib ko'ring. Nega oxir zamonda men shayxman degan soxta shayxni o'zi kofirdir, muridlari murdordir deyapti? Nega Ahmad Yassaviy hazratlari shunaqa dedi? Qaddasallohu sirrahul aziz. Chunki kufr bekorga kufr demadi-da. Demakki, kufr tahlikasini ichida o'ynab yuribdi. Bemalol, masalan, men qo'rqaman, bolalarimga aytaman, tashqaridan hech narsa yemanglar bolalarim. O'sha hozirgi kunda g'ido terrori deyapti. G'ido bilan insonlarni zaharlash, g'ido bilan insonlarni dinini buzib tashlash, ana shunaqa g'oya bilan jang ketayotgan bir zamonda yashayapmiz. Shuning uchun tashqaridan hech narsa yemanglar. Qanaqa zarar bor? Bir, badaningga zarar. Zararni o'zi harom. Va sen o'sha harom narsaga Bismillahirrohmanirrohim deyapsan. Zarar dinimizda harom. Juda ko'p oyat karimalar bor. Zarar berish, zarar berma. Hattoki onalar bolani emizdirish uchun zavjlaridan katta maosh istab, zavjlariga zarar bermasin yoki erkak ayoliga bolamni emizdirasan, kasal bo'lsang ham emizdirasan, holsiz bo'lsang ham emizdirasan deb xotiniga zarar bermasin. Oyat karima Baqara surasida aytilyapti. Ya'ni zarar dinimizda haromdir. O'sha joyda aytilyapti, bir ayol boshqa birovni bolasini bir martagina emizdirsa, lekin u bola hali 2 yoshiga kelmagan paytida, 2 yoshga to'lgunicha Imom Azam rahimahullohga ko'ra 2,5 yilgacha emizdira biladi bir ayol bolasini. Allohu akbar va lillahil hamd. 30 oy emizdira biladi deyapti Imom Azam rahimahulloh mazhabida. Ana shu bola 2,5 yoshga kelgunicha bir ona boshqa birovni bolasini emizdirsa, o'shaning sut onasi hisoblanadi va o'zining bolalariga o'sha emizdirgan bolasi mahram bo'lib qoladi. Ya'ni uylanishi harom. Ya'ni ular bir-biriga nomahram emas. Uylanishi harom, oralarida nikoh tushmaydi. Masalan, bir erkak kishi o'zini singlisi bilan uylanishi harom bo'lganiday, o'zini singlisiday buning bolalari bilan o'sha emizdirgan bola aka-singil bo'lib qoladi. O'sha hukmlar aytilirkan, zararning dinimizda oyat bilan man qilinganini o'sha joyda ham ko'ryapmiz. Vala tulqu bi aydikum ila tahluka va la taqtulu anfusakum. Bu oyatlar bilan ulamo zarar dinimizda haromdir dedi. Endi sen tashqaridan tayyor taom yesang, zararli narsaga Bismillahirrohmanirrohim degan bo'lasan. Haromga zararning haromiyati butun kitoblarda yozilgan. Haromga Bismillahirrohmanirrohim deb aytgan kishi kofir bo'lib qolishi ham mana kitoblarimizda yozyapti. Shuning uchun sen basmala chekding, endi sen kofir bo'lib qolding demayapmiz. Chunki birovga kofir bo'lib qolding deyish boshqa narsa, mana shu ishingiz kufrdir deyish boshqa narsa. Masalan, tashqarida koronavirus bor. Shuning uchun qo'lingizni qattiq saqlang, masalan, qo'lqop kiyib yuring, masalan deyapmiz. Tashqaridagi narsalarni ushlasangiz koronavirus yo'qib qolishi mumkin. Qattiq diqqat qiling deb aytiladi. Lekin
tashqariga chiqqan har kishi koronavirus bilan xasta bo'lib qoldi deyilmaydi. Bu joyda nima bor? Koronavirusdan yaxshilab saqlanabilish uchun eng kichkina ehtimolni ham bu koronavirus deb aytilyapti. Lekin falonchi kishi koronavirus bilan xastalanib qoldi deyilmayapti. Deyilishi uchun rosa ko'p dalillar kerak bo'lyapti. Xuddi shunga o'xshab falonchi kofir bo'lib qoldi deyish uchun 99 dalil uning kofirligini ko'rsatsa, lekin bir dalil uning musulmonligini ko'rsatsa, biz unga musulmonsan deb aytamiz deyapti. Masalan, Harun ar-Rashid zamonida Imom Abu Yusuf hazratlari bilan Harun ar-Rashid o'tirgan bir dasturxonda bir kishi keldi va Imom Abu Yusuf hazratlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qovoq taomini yaxshi ko'rar edi dedi. Shunda ichlaridan bir kishi "Ya, men u qovoq taomini yomon ko'raman" deganida Imom Azam rahimahulloh "Buni kallasini kesinglar, bu kofir bo'lib qoldi" dedi. Nega deganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgani uchun men o'sha qovoq taomini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yaxshi ko'rgan narsasini yomon ko'raman deb qolgani uchun kofir bo'lib qoldi deyapti. Agar o'zi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu taomni yaxshi ko'rar edi degan bo'lmasaydik, o'zidan o'zi men qovoq taomini yomon ko'raman desaydi kofir bo'lmas edi deyapti. Tushunyapsizmi? Bu ishlar bilan o'ynashmanglar. Bal'om ibn Ba'ura kim edi? Ismi Azamni bilayotgan edi. Vaqtara Musa alayhisalom o'zining minglarcha qavmini ichidan 70 kishini tanlab oldi. Katta olimlar edi hammasi. Tavrotni yoddan biladigan odamlardan biri edi. Katta kitob edi Tavrot. Juda katta olim edi. Ismi Azamni bilayotgan edi. Lekin o'sha ham kofir bo'lib ketdi. Katta olim kofir bo'lib kufrga tushmaydi degan narsa yo'q. Endi hammamiz saqlanishimiz kerak. Tashqaridagi taomda kufrning tahlikalari bor. Tashqaridagi taomni yegan odam kofir bo'lib qoldi demayapmiz. Qaytadan aytayapman. Bir kishi kofir bo'lib qoldi deyish uchun 99 dalil uning kofirligini ko'rsatsa, lekin bir dalil uning kofir emasligini ko'rsatayotgan bo'lsa, o'sha bir dalilga hamlan bu kofir emas deymiz. Lekin bu ish kufrdir deyishda buning teskarisi. 99 dalil o'sha narsani kufr emasligini aytsa, bir dalil o'sha narsaning kufr ekanligini aytsa, o'sha ish, o'sha faoliyat, o'sha so'z, ana bu ish kufr ekan deymiz. Nega? Kufrdan eng kichkina bir ehtimolidan ham saqlanish uchun shunaqa deymiz. Kufrni eng kichkina bir ehtimoli bor bo'lsa, voy qo'y, qoch bu joydan deymiz. Bu kufr deymiz. Kufrni zarrasi bor bo'lsa, bu kufr deymiz. Kofirlikning 99 dalili bor bir kishida, lekin bir dona dalil uning musulmonligini bildirsa, bu musulmon deymiz. Lekin Imom Abu Yusuf hazratlarini qarang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qovoq taomini yaxshi ko'rar edi degan paytida men yomon ko'raman deb o'rgani uchun kofirsan deb kallasini kesishga, idom qilishga hukm berdi. Yoki Risole-i Badr Rashid, yana aqida kitoblari, hammasi ahli sunnatning aqida kitoblari. O'sha kitobda ham aytayapti, bir kishi kitobimni ushlab turing debdi bir sotuvchiga. Keyin qaytib kelib kitobimni bering endi deganida tastara, arrangni mi beray debdi. Yo, nega unaqa deyapsiz? U fiqhiy kitoblarim desa, ha, men ham shuni aytayapman-da, sen o'sha fiqhiy kitoblaring bilan insonlarning kallasini kesasan. Shuning uchun arrang deyapman degani uchun o'sha so'zini qoziga borib aytganida, qozi o'sha odam kofir bo'libdi, kallasini kesinglar deb fatvo berdi. Qarang, 99 dalil bor bo'lsa, kofir ekanligi haqida bir dalil uning kofir emasligini ko'rsatsa, u musulmondir deymiz. Lekin qarang, bir dalil bilan ham qatl qilib yubordi oldingi ulamo. Hamda Imom Abu Yusuf xato qildi deb kim ayta oladi? Hech kim ayta olmaydi. Shuning uchun bu kufr ishlaridan qattiq saqlanish kerak. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotida yashangan bo'lgan ishini, masalan, Uhud harbida u ham yengildi deb uni nuqsonlashtirish uchun aytib yorsa, u ham mana shuncha ayol bilan uylandi-ku deb uni nuqson ayplash uchun aytib yorgan odam
فاستتابوا وإلا قتل. Hanafiy mazhabida الشفاء بتعريف حقوق المصطفى da aytilyapti kitobida. Ya'ni anaqa Maliki mazhabida esa tavbasi ham talab qilinmaydi, kallasi kesiladi. Hanafiy mazhabida tavbasi talab qilinadi, kofir bo'lib qoldi payg'ambarni nuqsonlashtirgani uchun, tanaqqus, nuqsoni bor, uni ham nuqsoni bor degani uchun, aybi bor uni ham degani uchun. Halbuki hayotda bo'lgan narsa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Uhudda yengilib qoldi sallallohu alayhi vasallam. Buni ummati Muhammadga ibrat bo'lsin deb Alloh taolo shunday qildi deb aytish kerak deyapti. Ya'ni bir so'zing bilan kofir bo'lib qolishing mumkin deyapti. O'sha kufr masalasi oxir zamondamiz. Ertalab musulmon chiqadi, kechqurun kofir keladi. Kechqurun musulmon, ertagacha kofir bo'lib qoldi. Tahlikali zamonda yashayapmiz. Bilmaymiz kim nima bo'lishini. Shuning uchun kufrdan saqlanish uchun tashqaridan taomni yemang. Kufrni bir sho'basi tashqaridagi haromni yedirish. Harom ekanini bilasan, zarar ekanini bilasan, ichida harom qotilganini bilasan, zararli moddalar qotilganini, qo'shilganini bilasan. Bilib turib hech narsa qilmaydi deganing nima bo'ladi? Istihfaf, xafif olish, yengil olish. Hech narsa qilmaydi devorish. Sen hech narsa qilmaydi degan so'zing bilan kufrga tushib qolishing mumkin ekan. Allohning bir hududini hech narsa qilmaydi degan bo'lyapsan-ku. Qarang, shayton qayerga nimani yashirib qo'yapti. Tashqaridagi taom zarar bo'lish ehtimoli bor. Zarar dinimizda haromdir. Tashqaridagi taom haromdir dedimmi? Yo'q. Tashqaridagi taom ichida zararli moddalar bor. Sen bilmaysan. O'zingni onangga ham ishonma tashqaridagi taomni yeydigan paytingda. Ishonma o'zingni onangga ham. Kech oldingi paytda yahudiyni qo'lidan ham yegan edi deydi olimlar. Qarang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam devoradi. Chunki u Rasululloh edi bir. O'sha paytda zararli taomlar tashqarida, hozir zahar daryoga o'xshab tashqarida taomlar oqyapti. O'sha paytda restoranlar ana ol degan reklamalar, taom ishlab chiqaradigan fabrikalar yo'q edi. Taom ishlab chiqaradigan fabrikani o'ylab ko'ring. O'zingiz masalan taom ishlab chiqaradigan bir restoranni rahbarisiz. Nima qildingiz? Masalan 50 kilo gapmi? 1 tonna osh pishirishyapti hozir. Mayli 100 kilo osh damladingiz, lekin shuni 10 kilosini sotdingiz, qolgan 90 kilosi turibdi. Ana endi uni insonlarning og'ziga zo'rlab tiqishingiz kerak-da. Zo'rlab tiqishingiz kerak. Nima qilasiz? Reklama. Yedir. Kinoda ham yeyotganini ko'rasan, shu joyda ye, 5 marta ye. Qayerga qarasang islari chiqib turibdi. Ana shunaqa zamonda yashayapmiz. Yemamasliging kerak. Ana aytdim-ku sahil tustari. Yeyish, qarang, shahvat, bu ovqat yeyish ishtohi bir o'tdir. O't qanday o'tinni yeb tugatgani kabi, u ovqat ye degan ochko'zlik sohibini yeb tugatadi deyapti. Ham moddan ham ma'nan kasal qilib o'ldiradi deyapti. Yemaysan. Yema, tashqaridan yema. Hech yema tashqarida. Eshitdingmi? Tashqaridan yema. Yemaysan hech biring tashqaridan. Said Termiziy rahmatulloh domla, yaxshimisiz? Alloh taolo sizni buyuk avliyoullohdan qilsin. Lekin vijdonimiz sizni men shayxman degan so'zingizni qabul qilmaydi. Siz hali shayx emassiz. Siz odamlarga mana shunaqa qo'rqinchlik fitna paytida tashqarida zaharli taom, shubhali taom, ichida hamma balo qo'shilgan bir paytda qanday qilib tashqaridan yeyotgan paytingizda shu duoni o'qib oring, bo'ldi, hech qanaqa zarar yo'q deb aytasiz. Qani vijdoningiz? Qanday qilib bu gapni aytdingiz? Hammamiz bilib turibmiz. Siz tashqaridan yeb qo'yganingizni o'rtada odamlar shivir gaplashishga boshladi. Endi siz shayx bo'lsaydingiz, haqiqatdan avliyo bo'lsaydingiz, unda ey insonlar, men tavba qildim deb yig'lab aytar edingiz. Men tashqaridan yeb qo'ydim. Meni kechiring deb yig'lab aytardingiz. Men tavba qildim, bugundan keyin tashqaridan yemayman deb aytar edingiz. Mana bu to'g'risi. Maza ba'dal haqqi illa dalal. Haqiqatdan boshqasi botildir, dalolatdir. Endi bir xotindanmi eshitamiz, deyapti ba'zi johillar. Johillar.
Bizni dardimiz nima, sizni dardingiz nima? Biz dinimizni saqlaylik, dinimizni ihyo qilaylik deyapmiz. Boyez Bastomiy hazratlariga bir xotin aytdi-ku, Boyez Bastomiy hazratlari uning orqalab ketayotgan o'tinini oldi, bir arslonning ustiga qo'ydi, sherning ustiga. Ey xotin, insonlarning ichiga borganingda kimni ko'rdim deb aytasan dedi. Buyuk mashhur Boyezidni ko'rdim, sherning ustiga o'tinimni yukladi deb maqtanib qo'ymagin deyish ma'nosida so'ragan edi. Kampir yomon kampir ekan. Juda yomon kampir ekanda. Muborak avliyo ekan. Men Ra'no va zolim Boyezidni ko'rdim deb aytaman. Nega dedi? Ra'no degani zolim deganga o'xshash. Berahm deganga o'xshash. Shunaqa bo'lsa kerak, Ra'no so'zini ma'nosini bilganlar yozib yuborsin. Dediki, anaqa dedi. Chunki dedi, sen o'zing tashishni o'rniga meni o'tinimni mana bu hayvonga zahmat beryapsan dedi. Ana keyin insonlarga Boyez Bastomiy hazratlari so'radi keyinchalik. Sizni ustozingiz kim deganida, meni ustozim bir kampir dedi. Nega deganida mana shu hikoyani aytib berdi. O'sha meni tavbamga vasila bo'lgan edi dedi. Tushunyapsizmi? Men boshqalarning ustoziman demayapman. Men boshqa gapni aytyapman. Sen kimsan desangiz, biz aytamizki, buyuk zotlarga Alloh taolo ba'zan hudhudga o'xshagan kichkinalarni yuborib qo'yadi. O'sha kichkinalar ularga ba'zan yo'l ko'rsatib yuboradi. Biz shunaqa deyapmiz. Tushunyapsizmi? Ba'zan masalan Umar radhiyallohu anhuning majlisida bir xotin ihtahunna qintara yo'qmi ey Umar deb hayqirdi. Umar radhiyallohu anhu xotin to'g'ri so'yladi, Umar adashdi deyordi. Ana shunaqa, dinimiz shunaqa. Allohu akbar va lillahil hamd. Mana bu joyda bir fikr aytilgan. Ba'zi olimlarga ko'ra bu fikr to'g'ri, lekin ba'zi ulamo bu fikrni xato ekanini aytayapti. Mana eshitaylik o'sha bu fikrni. Shuning uchun ulamolar yer yuzidagi eng muborak joy qayer desa, Ka'bami yoki boshqa yermi desa, ko'p ulamolar Rasul akram alayhisolatu vassalomning badanlarini o'rab turgan yer deydi. Rasulullohning badanlarini o'rab turgan yer yer yuzidagi eng ulug', eng muborak yer bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taoloning rahmati doim barakoti o'sha yerda bo'ladi. Shuningdek Rasul akram alayhisolatu vassalomdan hadis sharif bor. Allohu akbar. Shuning uchun ulamolar yer yuzidagi eng muborak joy qayer desa, Ka'bami yoki boshqa yermi desa, ko'p ulamolar Rasul akram alayhisolatu vassalomning badan Alloh bo'lgani uchun Makka Mukarrama afzal yer yuzidagi eng muqaddas makon yoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bo'lgani uchun Ravza-i Mutahharada Madina-i Munavvarami yer yuzidagi eng afzal makon, eng qudsiy makon deb so'ralganida ulamoning ba'zisi mana shunday javob bergan ekan. Bu Murshidi Komil Hazarotining izohlaridir. Tabarrukan o'qiymiz. Haqiqati Ka'bami afzal Rasulning yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mavjud bo'lgani Madina-i Munavvarami afzal. Haqiqati Ka'ba surati Rasuldan afzaldir. Haqiqati Ka'ba surati Rasuldan afzaldir. Ya'ni Rasulning suratidan afzaldir deyapti. Imom Rabboniy hazratlarining so'zlari. Haqiqati Ka'ba surati Rasuldan afdoldir. Bir haqiqati Rasul ya'ni bir haqiqati Rasul, bir de surati Rasul bor. Haqiqati Rasul bor, surati Rasul bor. Haqiqati Ka'ba surati Rasuldan afdoldir. Ya'ni haqiqati Rasul bor, surati Rasul bor deyapti bu joyda. Bu Murshidi Komillarning so'zlari. Haqiqati Ka'ba surati Rasuldan afdoldir deyapti. Imom Rabboniy Ahmad Foruq hazratlari buni mana shunday izoh etdi.
ve bütün olimler to'planib nasıl olur efendim, yani nega unaqa deyapsiz? Nega unaqa deyapsiz? Hech Ka'ba Rasulullohdan afdol bo'lishi mumkinmi? Deganlar. Imom Rabboniy Hazratlari javoban shunday marhamat qildi. Haqiqati Ka'ba masjudun lah bo'lgan zoti ilohiydir. Ka'baning haqiqati kim ekan? Nima? Alloh taoloning zotidir. O'ziga sajda qilingan. Masjudun lah, o'ziga sajda qilingan, u uchun sajda qilingan. Biz kim uchun sajda qilyapmiz? Alloh taoloning zotiga sajda qilyapmiz. Masjudun lah bo'lgan haqiqati Ka'ba nima ekan? Alloh taoloning zoti ilohiysi. Haqiqati Ka'ba masjudun lah bo'lgan zoti ilohiydir. Haqiqati Rasul esa Janobi Haqning zotining, sifotining va jamolining nuridir. Albatta nurdan zoti daha afdol. Haqiqati Rasul esa mana bu joydan Janobi Haqning zotining, sifotining va jamolining nuridir. Yani Alloh taoloning nurining tajallisi haqiqati Rasuldir. Ka'batulloh nima? Alloh subhanahu va taoloning haqiqati Ka'ba nima ekan? Masjudun lah bo'lgan, ya'ni o'ziga sajda, u uchun sajda qilganimiz zoti ilohiy. Haqiqati Ka'ba nima ekan? Zoti ilohiy. Haqiqati Muhammadiya nima ekan? Zoti ilohiyning, sifotining, jamolining nuri ekan. Albatta zotning o'zi nuridan afdoldir. Shuning uchun Ka'batulloh, ya'ni Makka mukarrama, Ka'batulloh, Ravza-i Mutahhara yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bor bo'lgan Madina Munavvaradan yana ham afdoldir degan ekan olimlar. Endi Imom Rabboniy Hazratlarining maktubidan juda muhim narsani o'qiymiz. U ham bo'lsa, murid bo'laman, Murshidi Komil Hazratlariga bog'lanaman. Men ham fayzi ilohiyni qalbimga Alloh taolo yuborishini istayman deyotgan kishilarni diqqatiga. Naqshbandiy Hazratlarining yo'li haqida Imom Rabboniy Hazratlari shunaqa deyapti. Biz bilamizki, Naqshbandiy Hazratlarining yo'li nima edi, boshqa tariqatlardan farqi nima edi degan savolga Imom Rabboniy Hazratlari aytayaptiki, jara masalat nihayatul oxirayni mundarijatun fil bidayati. Yani indirajun nihaya fil bidaya. Naqshbandiy Hazratlarining yo'li boshqa tariqatning Naqshbandiy Hazratlarining tariqati boshqa tariqatlardan farqi, Naqshbandiy yo'lidagi muridlar eng oxirida manzilga ulashgan paytda topadigan tajalliyotni murid bo'lgan paytda ilk odimida bir tomchisini bo'lsa ham beriladi o'sha kishilarga. Eng oxirida topadigan narsasini boshida lazzatini, o'shaning zavqini yashaydi. O'sha zavqni mushohada, shohid bo'ladi o'sha zavqqa. Ya'ni eng oxirida topadigan narsangni boshida senga bildiriladi, senga his qildiriladi, senga o'sha tajalliyot beriladi. Eng oxirida yashaydigan maqoming, lazzating boshida senga tottiriladi. Ya'ni ozgina bo'lsa ham o'shani ta'mini, o'shani zavqini boshida yashaysan. Eng oxiriga borganingda nimani qo'lga kiritishingni boshida senga ko'rsatadilar. Faqat eng oxirida borgan narsangni ilk boshida hammasini ko'rmaysan. Ammo gulga qarab bahorimni tanib ol deganlariday ilk boshida senga o'sha bahorni, o'sha bog'ning gulini seni burningga tutishadi ruhoniyat tarafidan. Mesela
bir birodarimiz bugun tahajjud paytida zikr qilib o'tirganida avrodi sharifni soat 3da turib o'rningizdan turib ketishingiz kerak. Judayam katta olami amr olamiga sen safar qilishing kerak. Chunki arshi a'loning nuri anqasdir, insonga berilgan nur akmaldir deyapti Murshidi Komil hazaroti. İmom Rabboniy hazaroti va soira. Arshi a'loning nuridan Murshidi komillarga, insonga berilgan, insoni taqiy deyapti. İnson taqvoli insonga berilgan nur akmaldir deyapti. Buni sirrini biz bilmaymiz. Faqat Alloh taolo bildirsa, shohid qilsa bilib olamiz. O'sha nur, o'sha feyz, o'sha zuhurot, o'sha feyzi qudsiyga biz ham shohid bo'laylik deyotgan bo'lsangiz, unda uni yo'li nima? Ma'akavni ittidai sayrihim, bu Naqshbandi hazratlarining yo'lidagi muridlar seyrlari min alamil amri, ilk boshida olami amirdan boshlangan bo'lsa ham, olami amir degani arsh a'loning ustidagi meleklarning u joyga safar qila olmaydigan, faqat Alloh subhanahu va taoloning istagan avliyoullohi asfiyosi, o'shalarni nur ruhi, o'sha olamlarni ma'nolarini tajalliyoti, nurining tajalliyotiga mazhar bo'lishadigan olam. Olam amirdan boshlashsa ham sayrlarini ibtidoda, boshlang'ishda, mana sen Naqshbandi hazratlarining muridi bo'lding, endi seni sayring olami amirdan boshlaydi ilk boshida. Ana shunaqa bo'lsa ham la yata'assaru muassir bo'lmazlar. Hech ta'sir qilmaydi ularga bu olami amirda sayrlari. Ba'du talibin min hazihi tariqati bisur'atin. Ya'ni ba'zi talabalar murid bo'ldim deyishadi, lekin unaqa feyzi qudsiylar, unaqa zuhurotlar, robita tuturishlar, ana shunaqa feyz olishlar, namozda xushular ularga zudlik bilan ta'sir qilmaydi. Aslida zudlik bilan juda tez, sur'atla o'shanaqa feyzlarga kirib ketish kerak edi. Men Naqshbandi hazratlarining muridi bo'ldim degan paytda indirojun nihoya fil bidoya, eng boshidayoq o'sha feyzni olib olishlari kerak edi. Nega ba'zi talabalar sur'atla, tezlik bilan Naqshbandi yo'liga kirgan paytda o'sha feyzni topisha olmaydi degan savolga javob beryapti. Tezlik bilan topisha olmaydi, holbuki ular boshqa tariqatlardan farqi bor. Ya'ni boshqa tariqatlar qattiq riyozatlar chekishadi, bozorda jigar sotishadi, masalan, nafslarini qattiq qiynaydi. Ana undan keyin o'sha huzur, halovat, karomat, zuhurotlarga, feyzi qudsiylarga ulashadi. Qattiq riyozatlardan keyin. Lekin Naqshbandi yo'lida esa eng oxirida boradigan maqomlari boshida ham hissettiriladi. Boshida, eng boshida odim otgan paytida o'sha bog'ni gullari burniga islari keladi. O'sha bog'ni gullarini ko'radi. İlk boshida ko'rishingiz kerak edi. Nega ilk boshida ko'rmaysiz? Tezlik bilan ko'rishingiz kerak edi-ku ba'zi talabalarining. Va la yajiduna al-halavata va la at-talazzuz allazi huwa min muqaddimati al-jazbati was-suhulati bis-suhulati. Ya'ni boshida hech qiynalmasdan o'sha ilohiy jazbalarni topish kerak edi, muqaddimasida, boshida lazzatlarni topish, ilohiy lazzatlarni, huzur halovat, ilohiy huzur halovatlarni topish kerak edi. İlk boshida Naqshbandi muridlari shunaqa. La yajidun, topolmaydilar ular. Nega topolmaydilar bilasizmi deyapti. Va vajhu zalika anna lataifa alamil amri zaifatun fihim bin nisbati ila alamil xalqi. Chunki ularning latoiflari zaiflashib qolgan bo'ladi. Zaiflashib qolgan. Ularda latoif yo'q demayapti. Diqqat etyapsizmi? Zaiflashib qolgan deyapti. Olam amirni his qilish latoiflari zaiflashib qolgan. Masalan, ba'zi kishilar ko'zlari xiralashib qoladi va tiniq ko'rmay qoladi. Ba'zi kishilar qulog'i eshitmay qoladi. Lekin bu
badandagi his tuyg'ular bular. Endi ruhning ham idrok qobiliyati borki, 7 dona latoifi bor, latif nuqtasi bor insonni. Insonni Alloh taolo bekorga yaratmadi. Masalan, bir kishi nima desak bo'ladi? Kino asar yozyapti. Faqatgina ana falonchini yaxshi ko'rib qoldi degan bekorchi mavzularni yozyapti. Lekin bir odam asar yozyapti. U asari masalan aytaylik o'zi avliyo bo'lgani uchun juda muqaddas bir kitob yozdi, aytaylik. Ana endi undan ham kattarog'i masalan bir payg'ambarning so'zlariga qarang, hadis sharif vahiy yo'li bilan. Endi Alloh taoloning asari bo'lgan inson bekorga yaratildi deb o'ylaysizmi? Yo'q, bekorga yaratilmadi. 7 dona latoifi bor insonda. Va kuntu kanzan maxfiyan, men yashirin xazina edim, insonlar meni tanib olsin deb yaratdim insonlarni deyapti. Alloh subhanahu va taoloni tanishimiz uchun yaratilganmiz va 7 latoifimizda Alloh taoloning nurini tanib olish. Masalan, Alisher Navoiy hazratlari yoki undan oldingi xamsa asarlarni yozgan zotlar bular Naqshbandiy muridlar edi va bekoriga haft paykar masalan 7 Sabbay sayyor, 7 sayyora, mana shu ismlar bekoriga berilmagan. Bu 7 latif nuqtalardan bahs etmoqda. 7 latif nuqtangiz bor. Siz Allohning bir asarisiz subhanahu va taoloning va sizda 7 latif, ruhingizga 7 dona latif sir, latoif deyiladi bunga. Alloh subhanahu va taoloning nurini mushohada, Alloh taolodan ilhom yo'li bilan haqiqatlarni bilish butun qobiliyat sizga berilgan. Siz bir xazina ko'milgan sizning ichingizda. Ana shuni endi kashf qilishingiz kerak. La havla va la quvvata illa billahil aliyul azim. Ana zaif bo'lib qolgan deyapti. Va la yajiduna alamil xalqi va hadha ad-da'fu huwa allazi sara suddatan, bir devor, bir to'siq bo'lib qolgan fi tariqi ta'siri va ta'assuri va imtidadi zamani but'i ta'assuri ila an yuqawwi lataif al-alam al-amri fihim تغلب على عالم الخلق وأن ينعكس الأمور وعلاج هذا الضعف بحيث يكون مناسبا لهذا الطريق هو التصرف التام من صاحب التصرف. endi deyapti bu zaiflikni sababi deyapti, bu zaiflikni o'sha uzoq zamonga ketaveradi, uzoq zamon, uzoq muddat feyz ololmaydi, namozidan feyz ololmaydi, taqvoga qiynalib ketadi, taqvoni qilmayman deydi. Makr hiyla ishlatib, taqvodan uzoqlashib, taqvo unga zo'rlashib ketaveradi. Nega endi ana shu zo'r qiyinchiliklardan qanday qutuladi? Olam amrni nurini mushohada qilishdek bir lazzatdan qachon nega mahrum bo'lyapti? Mana shu mahrumiyati nega uzun zamonga uzayib ketyapti? Murshidi Komil hazratlarining ruhoniyati uning oynasida nega in'ikos aks etmayapti? Nega mana shunaqa zulumot uni hayotida uzoq davom etib ketyapti? Buni iloji deyapti. Tasarruf sohibi bo'lgan Murshidi Komil hazratlari o'zi bir munosib zamonda uni latoifidagi o'sha tiqilib qolgan joylarni ochib yuboradi va u ham qaviylashib, quvvatli bo'lib ketadi va olam amrdagi nurlarni idrok eta boshlaydi. Alloh taolo unga ham arshi a'lodagi anqas nuqsonli nurdan akmal bo'lgan nurni, arshi a'lodagi nurdan yana ham qaviyroq bir nurni o'sha insonga berib qo'yadi Alloh subhanahu va taolo. Bu Murshidi Komil hazratlarining himmati bilan, tavajjuhi bilan ochilib ketadi o'sha latoiflaringiz deyapti. Endi Murshidi Komil kelar ekan, men endi uxlab yotay, Murshidi Komil meni kelib uyg'otib yuboradi degani emas bu. Bu nima degani bilasizmi? Ba'zi gaplarni insonlar o'zini nafsiga ol sen uxla deydigan yostiq qilib olishadi. Unday qilmasligingiz kerak. Nafsingizni urib uyg'otib yuboradigan ma'nolar chiqarib olishingiz kerak bütün hadislardan. Masalan ko'ryapsiz, ba'zi olimlar
bir dalil to'playapti, endi mana shuni shunday qiling, shuni shunday qiling. Domla, uxlanglar, bo'ldi, hammanglar uxlanglar. Hech g'ayrat qilmanglar, hech. Masalan, tashqaridan tayyor taomni yeyavering, mana bu duoni o'qib qo'ysangiz bo'ldi dedi-yu domla. Shunaqa dedimi? Unaqa deya olmaysiz domla. Bunga yana bir dalilimiz Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu eng og'zi toza, nafasi qudsiy zot edi. O'sha ham o'ziga olib kelgan folchilikdan topilgan pul bilan olib kelingan sutni ichib bo'lganidan keyin bu folchilikdan kelgan pulga sotib olgan sutim edi deganida istifro yo'li bilan me'dasidagilarni chiqartib tashladi va yig'ladi Alloh taologa: "Yo Rabbi, meni me'damdagilarni chiqarib tashladim, qonimga aralashib ketganini sen o'zing yo'q qilib tashla" deb Allohga taologa yolvordi. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda ham bo'lgan edi, bir rivoyatga ko'ra Umar radhiyallohu anhu da ham bo'lgan edi. Mana shu istifro yo'li bilan chiqarib tashlash deyapti olimlar. Endi savol o'sha domlalarimizga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'rgangan bu duolarni Bismillahirrohmanirrohim deb o'qib, o'sha sutdagi zulumotni yo'q qilib tashladik biz. Biz o'sha sutdagi zulumotni yo'q qilib tashladik. Demadi-ku Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masalan o'zlariga kelgan sutni qaytarib yubordi. Bir ayol yuborgan edi, sahobiya volidamiz qaytarib yubordi. Bu sut qayerdan kelgan deb qaytarib yubordi. Meni o'zimni qo'yimdan sog'ib oldim deganida yana qaytarib yubordi. O'sha qo'yingni qayerdan sotib ol, qayerdan o'sha qo'y deb. U qo'yni falon joydan falon pulga, halol pulga sotib oldik degandan keyin ishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha domlani aytganiga ko'ra, Said Termiziy rahmatulloh domlani aytganiga ko'ra, shubhali bo'lsa ham, tahlikasi bor bo'lsa ham ichvormadiku. Bizni endi nafasimiz qudsiy, hu deb ichvoramiz demadiku. Shubhami ichmaysan, shubhami ichmaysan, shubhami ichmaysan, shubhali ichmaysan. Unda boyagi ovqatga duo o'qilishi nima? Ichida hech narsa yo'q ekanini bilganingdan keyin, halol ekanini bilganingdan keyin, shubhali emasligini bilganingdan keyin unga Bismillahirrohmanirrohim deysanki, ba'zi zararlari bor bo'lsa, o'sha zararlar izola bo'lsin, yo'q bo'lsin. Bu birinchisi. Ikkinchisi, seni qudsiy nafasing yo'qki, domla yoki mu'minlar. Sizni qudsiy nafasingiz yo'qki. Agar siz iddao qilsangiz, men tashqaridan taom yeyveraman, mana shu duoni o'qiyman-da, o'sha taomdagi qanaqa zulumot bor bo'lsa ketkazadigan qaviy nafasim bor meni deydigan bo'lsangiz, unda sahoba-i kiromdan bir zot zaharni ichib yubordi Bismillahirrohmanirrohim deb. Nega? Chunki mushriklar unga mana shu zaharni ichsang, senga ta'sir qilmasa seni dining haq ekanini bilamiz deganida o'shalar musulmon bo'lsin niyati bilan ichib yubordi. Ularning nafasi qudsiy edi. Seni hali qudsiy nafasing yo'qki. Unda sen kasal bo'lgan paytingda doktorga borma. O'zingga alhamduni o'qi, shifo top. Bilaylik, o'zing bil ya'ni. O'zing bil, seni nafasing qudsiy ekanini o'zing bil. Kuchli nafasing, pokiza, pokdomon nafasing bor ekanini, ya'ni o'qigan duongdan senga rahmat ulashayotganini o'zing isbot qil o'zingga. Tushunyapsizmi? Hali sen unaqa qudsiy nafasing yo'qki. Ular o'qidi, lekin ular Alloh uchun o'qidi. Alloh uchun o'sha masalan Umar radhiyallohu anhu Qudusga borgan paytida askar Qudusda edi, askar och edi. O'zlarini uyidan juda uzoqda edi. Majbur qolgani uchun yahudiylarning peynirini, anaqasini, ovqatini yedi. Lekin u paytda ichlariga zararli narsa qotilmagan edi, qo'shilmagan edi. Ular yegan bo'lsa, seni ulardek qaviy nafasing yo'q. Ular zaharni asal qila oladigan nafasi bor edi va majbur qolgan paytida yedi. Bu bir. Ikkinchisi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham shubhani qaytarib yubordi. Basmalani chekamiz, ichvoramiz demadi. Shuning uchun gap bitta, shubhali luqmani tark qilasiz. Eng tozasini oldingizga qo'ygan paytda ana u aytilgan duolarni o'qib, ana undan keyin yeysiz. Faqat siz o'zingiz aldab shaytonni masxarasi bo'lmang. Hali sizni qaviy nafasingiz yo'q. Hali sizni qudsiy nafasingiz yo'q.
o'zingiz kasal bo'lsangiz, bolangiz kasal bo'lsa, duolarni o'qiyapsiz, ta'sir qilmayapti. Lekin aholiga mana bu duoni o'qiysiz, taomni yeyverasiz deb fatvo aytyapsiz. Unaqa qilmang. Hali aholining ham qaviy nafasi yo'q ki u shubhali, zulumot bor bo'lgan taomlarni zulumotini ketkazadigan darajaga hali hech kimning nafasi, qudsiyati yetmadi hali. Mükellefiyetimiz, mas'uliyatimiz bor Alloh taoloning qarshisida. Shubhalimi tark qilamiz, shubhalimi tark qilamiz, shubhalimi tark qilamiz. Mana bu duo iboralarni o'qidik. Endi bu joydagi iborani o'qib, ba'zi kishilar bo'ldi Murshidi Komil Hazratlari kelib bizni latoiflarimizni quvvatli qilib qo'yar ekan, ungacha kutib yuraveramiz. Ya'ni uxlab olaylik biz, Murshidi Komil bizni uyg'otib yuboradi degan xulosa chiqartmang. Buni siz bu iboralarni shunday deb biling. Bizni avliyoullohdan bo'ling desak, ba'zi kishilarga biz qayerda, avliyo bo'lish qayerda, biz avliyodan bo'la olmaymiz deysiz-ku, ana shu xastalikning shifosidir bu iboralar. Ya'ni sening ham hozircha kechikyapti o'sha latoiflaringda lazzat, zavq, ilohiy zavq, xushu namozingda senga ham beriladi aslida, lekin hozircha kechikyapti. Aslida senda ham bo'ladi, hammada bo'ladi bu ilohiy rabboniy fayzlarni idroq qilish, mazhar bo'lish. Namozida oyog'iga nayza sanchsa hech narsani his qilmaydi. Fayzi ilohiy degani ana shu bo'ladi. Unga sen ham yetisha olasan. Qancha aroq ichib yuradiganlar birdaniga avliyo bo'lib ketdi. Nega? Chunki hammada o'sha qobiliyat bor, hammada o'sha latoiflar bor. Faqat zaiflashib ketgan. Bu zaiflashib ketishining sababi gunoh, boshqa narsa emas. Gunohlardan saqlanasan. Buyuklarning taqvosiga tobe bo'lsang, buyuklarga berilgan karomat senga ham beriladi deyapti. Buyuklarning taqvosiga tobe bo'lsang deyapti. Shuning uchun taqvoga yugur, Alloh taoloning amrlariga qattiq amal qil, amrlari bilan tark qil degan narsalarini tark qil. Ana shunda sen ham avliyoullohdan bo'lasan. Allohumma g'firli xatiyati va jahli va israfi fi amri va ma anta alam bihi minni. Mana bu joyda Imom Shozali Hazratlarining ham juda ajoyib bir tavsiyasi bor sizga. Ba'zi kishilar aytibdi, namozga quvvat topolmayapman, ba'zi kishilar irodam zaiflashyapti, g'aflatdan uyg'ona olmayapman deyapti. Uning chorasini Imom Shozali Hazratlari aytibdi. Imom Shozali radhiyallohu anhu yaqul: "Iza arada laka aridun yasudduka anillahi fathbit." Seni Allohning yo'lidan, Allohdan olib qo'yadigan, to'sib qo'yadigan bir arz, ya'ni bir to'siq paydo bo'lsa, nima qilar ekansa, fasbit, sabot ko'rsat. Qattiq nafsinga qarshi chiqib, nafsinga qarshi kelib, qattiq jihod akbar qil. O'qimaysan namozni desa, yo'q o'qiyman deb. Biroz qattiq g'ayrat qil. 40 kungacha g'ayrat qilasan, bo'ldi. Ana undan keyin 40 kungacha g'ayratdan keyin bo'ldi, senga qiyinchilik degan narsa qolmaydi. Qaysi ishda g'ayrat? Bu shunga o'xshaydi. Masalan, bir kishi tosh ko'taryapti, og'ir tosh. Boshida qiynaladi, keyin o'sha toshni osonlikcha ko'tarishni boshlaydi, chunki qo'li quvvatlashib ketadi-ku. Islom bizga nima deyapti? 40 kungacha. Man axlasa lillahi 40 yawman tafajjarat min sadrihi ala lisani yanabi al-hikmata. Boyagi hadis sharif. 40 kungacha o'sha ish bilan mashg'ul bo'lsang, ana undan keyin nafsing o'sha ishni o'ziga odat qilib oladi. Nafsinga o'sha ish juda oson bo'lib ketadi. 40 kungacha buni qiyinchiligi. Keyin shunaqa oson bo'lib ketadi, 40 kun sabr qilasan. Tushundingizmi? Fasbit deyapti. Qolallohu taolo, bunga daliling bormi deganida oyati karima aytibdi: "Ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan fasbitu." Bir qiyinchilik, bir mashaqqat, Allohdan sizni olib qo'yadigan bir g'aflat, Allohdan sizni olib qo'yadigan, ibodatdan sizni olib qo'yadigan bir og'irlik qarshingizga chiqib qolgan paytda sabot ko'rsating. Sabot ko'rsating. Vazkurulloha katiran. Allohni juda ham ko'p zikr qiling. La'allakum tuflihun. Bu mana shu.
Ya'ni Alloh sizni yaratdi, yeydigan ovqatingizni, noningizni berib turibdi. Allohga shukr, Allohga shukr. Endi birodarlar, mana Anfal surasi 45-oyat karimada shuni aytibdi. وإن أردت أن يذهب همك يقضي دينك. Sen agar qiyinchiliklaring, g'amlaring ketishini istasang, qarzlaringni to'lab olishni istasang, faqul ma varada anhu sallallohu alayhi va sallam hina sa'alahu as-sa'il faqala ala uallimuka كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى دينك. Men senga shunday bir duo o'rgatamanki, uni aytgan paytingda seni huzning ham ketib qoladi, qarzlaringni ham to'lab olishingni Alloh taolo senga oson qiladi. Qul iza asbahta va iza amsayta. Ertalab va kechqurun mana shu duoni o'qi deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi val huzni. Ham ya'ni g'am, kadar, qiyin musibatlardan senga sig'inaman, val huzn, huzndan senga sig'inaman Allohim. Va a'udhu bika minal ajzi val kasali, ojiz qolishdan, tanballikdan senga sig'inaman. A'udhu bika minal jubni val bukhli, baxillik, qizg'onchiq bo'lish. Ana shundan va qo'rqoqlikdan senga sig'inaman. Va a'udhu bika min g'alabati dayni va a'udhu bika min qahri rijal. Insonlarni menga qahr qilishi, g'azablanishi, shunday bir gunoh ishni qildirib qo'yadiki Alloh taolo, insonlar senga qahr qiladi, seni o'ltirishni, seni yo'q qilishni istab qolishi mumkin. Masalan, ana shularni hammasidan va qarz menga g'olib kelishidan senga sig'inaman degan duo, buni o'zbekcha o'qilishi. Mana kirilcha o'qilishi: Allohumma inni a'udhu bika minal hammi val hazani va a'udhu bika minal ajzi val kasali va a'udhu bika minal jubni val bukhli va a'udhu bika min g'alabati dayni va a'udhu bika min qahri rijal. Bu duoni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam mashhur duolaridan. G'am, tashvish, ojizlik, suslik ya'ni tanballik, qo'rqoqlik, baxillik, qarzga botish va odamlarning zulmidan panoh so'rash uchun qilingan duodir. Bu esa arabcha mana o'qilishi oson shaklda yozdik. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin fi amanillah.